Salom hammaga. Hozir meni kanalimdagi zo'r vlog bo'ladi. Bu vlogda biz sinfdoshlarimiz bilan piknik qilamiz. Hozir sizlarga sinfdoshlarim piknik jarayonida nimalar qilayotganini ko'rsataman. Короче. Sarvinoz. Hamma narsa pishdi. Lola stos. Chapechida hozir bachalar ketib qoldilar hammasi. Mana aniqda o'ynab yuribdi. Boshqa bachalar. Ochilganmi? Biz o'tiribmiz. Hozir narsalarni yeb, hozir biz dugonamiz bilan boshqa narsa olishimiz mumkin. Shunga kam narsa qoldi yeyildi, shu uchun.